Men bugun Nazarbekka keldim, tog'am oldiga. Hozir mana mayovka qilamiz. Bitta xo'roz so'ydingizmi, tog'a? Ha. Qaranglar, nimalar? Shunaqa xo'roz tovuq boqishga qiziqadilar. Uy, bular o'lib qolmayaptimi, tog'a? Mana bugun ikkinchi sutka. 2 kunlikmi bu? Ha, bular ikkinchi sutka bo'ldi. Bularingizchi? Bular hashak o'zimizdan местный zotlar. Ha. Tuxum qiladigan tovuq. Endi kelajakda. Hozir yomg'ir yog'yapti, hovliga joy qilib qo'ygan ekanlar. Ichkarida o'tiramiz. Mazza qilib. Er-xotin ikkalamiz keldik. O, xo'rozingizmi bu? Ha. Endi sal hozir anaqada bu nima? Sanchasda. Davolanish bilanmi? Travmalarni yaxshilayapmiz. Xirurgiya отделениеda yotibdi hozir. Yo'q. Travmatologiya. Mana bu yer raddom mana. Qani? Raddom. Bu anaqa raddom emas, saqlaningda endi mana yopibdilar hozir. Hozir xudo xohlasa 3-4 kunda ochib chiqadi bular. Ha, yaxshi bu. O'zingizga sharoit qilmasangiz ham shu tovuq xo'rozlaringizga sharoit qilasiz. O'zim yemasam ham mana shularga yediraman. 100 ming uyga xarajat qilsam 150 ming xarajat bo'ladi. Parrandalar olami bo'lib ketibdi. Ba'mini patlari yulinib ketibdi-ku. Yo'q, o'zi spetsial sartaroshga borib kelgan bu. Sartaroshga? Sartaroshga borib tozalattirib, yozgi anaqada, yozgi formada endi bu. Bolasi olinyapti buni hozir qo'shib. Maqsad o'g'rini ko'paytirish. Bizani endi shu hobbimiz shu. Hobbi, ha? Ha. Mana bu yoq hovlilar hali endi ko'taryaptilar bu yoqlarni. Har yoqda bir paytlar adam dacha olgandilar-da, keyin sotib yuboruvdilar har yoq tomonda. Bu yoqda ham bormi? Yo'q. Oho. Islomga bashog'da emas. Bu ana damashni tuxum. Tog'am o'g'li bu. Inatulloh. Bu xodimda. Bu ayposhsha bu tuxumni kiruvdilar. Ha. Bitta nos qilib tuxum qiladilar. Manimi? Nozdan, tuxumlarni bekitadilar. Yo'q-e. Ha, bizga anaqa ko'rsatmaydilar. Men topaman, bari qo'ymayman. Mana shu taqalgan payt o'zi bilib qolaman, yugurib qilib qoladi joy qilib. Shu paytda qamimiz tushganini oladi. Bo'lmasa bu shunaqa ekan, bekitar ekanda. Bola qiladimi? Bola qilaman deydi, ayntib qo'yadi keyin, urintirib qo'yadi. O'zi yig'aman deydi. Qizg'anchiq ekanda-ya bu. Qilgan joyga biz magazin tuxumini qo'yib qo'yamiz. Shunda shu bilan yeb tashlaydi. Shunaqa zot bergisi kelmaydi. Bir xil xo'rozlar bor, tuxum qilsa ustiga borib turib oladi. Qimirlamay turadi, to tuxum qilib bo'lguncha. Tuxum shu bilan bor o'zi yeydi. Yo'q-e. Maqsad zot chiqazmaslik. Bular ham xarakteri bormi? Bular yomon bo'ladi. Oh, hididan buni. Sразу so'yib dimlab yubordingizmi? Sразу, свежий. Свежий. Men homilador paytimda ham har cherizdan shunaqa damashni tovuq yegim kelardi. Tog'am oldiga kelib, shu yerda Nazarbekda yeb ketaman. Shunaqa tuqqanmi o'g'limmi? Chunki ovqat yedirish olmasdi men hech narsa yemasdim. Hozir yana qumsab qoluvdim, mana o'zlari beryaptilar. Qo'yaverasizlar, endi ketdik, o'tiramiz naryoqda. Ovqat pishishini poylab. Специальный завтракam, обедam qilmay kelganman.